Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan ajoyib karomli salat tayyorlaymiz. Buning uchun bizga bitta o'rtacha kattalikdagi karom, bitta qizil sabzi, bitta qizil lavlagi va chesnok kerak bo'ladi. Karomimizni o'rtacha kattalikdagi to'rtburchak shaklda kesib olamiz. Sabzi bilan lavlagini katta-katta somoncha shaklida kesib olamiz. Chesnogimizni ham kattaroq shaklda kesib, ketma-ketlikda terishni boshlaymiz. Eng pastki qismiga karom solamiz va ustidan sabzi, lavlagi, chesnok solamiz va ustidan yana karomni solamiz va ustidan yana sabzi, lavlagi, chesnogimizni solamiz va eng oxirgi ustki qavatga esa yana karomimizni solib, sabzavotlarimizni shu bilan tugatamiz. Endi biz rassol tayyorlab olamiz. Buning uchun bizga 1 litr qaynagan suv kerak bo'ladi. Imенно qaynagan bo'lishi kerak. Qaynagan suvimizning ustidan 1 litr qaynagan suvga 50 gram tuz, 100 gram shakar, 1 katta osh qoshiqda uksus, 70% uksus solinadi. Qora murch bilan lavroviy list ham sug'oramiz. Va eriguncha yaxshilab aralashtirib olamiz. Tayyor rassolimizni endi karamli massamizga quyib olamiz. Qopqog'ini yopib, bir kunga xona haroratiga qo'yib qo'yamiz. Bir kundan keyin tayyor bo'ladi. Biz mana bir kundan keyin ochdik. Juda ham ta'mlari zo'r, g'irchillagan salatimiz tayyor bo'ladi. Bir kundan keyin xolodilnikka qo'yib, xohlaganingizcha xolodilnikda saqlasanglar bo'ladi. Juda ham ajoyib, svejiy karomli salat tayyor bo'ladi. Ta'mlari ham salonligi o'rtacha, lekin juda ham g'irchillab yeyishli bo'ladigan salatimiz tayyor. Yoqimli ishtaha.